Agar shuni qilsang senga so'rab beraman Allohdan dedingiz-ku. Payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, sen bor butunini berib, shunchalik saxovat, shunchalik jannatga bo'lgan ishqingni, muhabbatingni ko'rsatdingki, men Allohdan senga jannatda xurmo bog' so'rab beraman dedilar. Endi aytishingiz mumkin, endi Abu Dahdah Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida turibdilar-da. Shu hammamiz ham shunday qilamiz. Ammo Abu Dahdahning ham uyida bola chaqasi bor. Ummu Dahdah degan ayoli bor. Hamma ayol kabi dunyoni yaxshi ko'radigan. Bog' rog'larda, qasrlarda o'ynab yurgan bola chaqasi bor. Hech narsani o'ylamadilar. Uyiga bordilar. Uy ichkariga ham kirmadi. Tashqarida turib ayolini chaqiryapti. Ya Ummu Dahdah, ey Ummu Dahdah. Bola chaqani olib bog'dan chiq dedi. Ayoli nega dedi? Sotib yubordim bog'ni dedi. Ertaman bu gap yo'q edi. Bog'ni sotish haqida gap yo'q. Biladiki Abu Dahdah yaxshi tijoratchi, yaxshi tojir, tadbirkor, bekordan bu ishni qilmagandir dedi-da ayollari. Ha bu gap yo'q edi-ku. Qachon sotdingiz? Qanchaga sotdingiz dedi. Jannatdagi bitta xurmoga almashtirdim dedi. Ayoli, "Ey nima qilib qo'ydingiz? Endi bola chaqamiz bilan qayerga boramiz? Shunday chuchuk suvimiz bor edi-ya. Arabistonda eng nodir bo'lgan narsa suv. Suvimiz bor edi. Shuncha bog' va qasrlarimiz. Nahotki siz ko'zingiz bilan ko'rmagan narsaga shuni almashtirib yubordingizmi?" demadi azizlar. Ayolining gapini aytaymi, yig'laysiz. Ayoli eriga qarab aytdiki, "Shu paytgacha qilgan tijoratlaringiz ichida bunaqa tijorat qilmagansiz, muborak bo'lsin" dedi. Zarracha o'ylamadi nima qilishlikni. Nima uchun? Chunki o'rtada jannat turibdi azizlar. Ana shuning uchun ham sahobalar jannat umidida hayot kechirganlar.